Arab amirligida yashovchi olim professor Adnan Sharif odamzod tarixidagi birinchi kosmonavt haqida maqola yozdi. Hijr surasining 14-15 oyatlarini keltirarkan, 1961-yili Yuriy Gagarin musulmon bo'lmagan holda kosmosda illyuminatordan yer sharini ko'rdi va quyidagi so'zlarni aytdi. Men nimani ko'ryapman? Tush ko'ryapmanmi yo ko'zlarim sehrlanganmi? deb yozadi. Bu so'zlar parvozlarni boshqarish markazi orqali yozib olingan ekan va bu haqida ko'pgina g'arb davlatlari yozishgan ekan. Gagarinning ushbu yozib olingan so'zlarini keltirgan Sharif katta olim bo'lib, kosmos, astronavtika va Qur'onni o'rganish bilan shug'ullanadi. Endi esa agar 1400 yil muqaddam odamzodga nozil qilingan musulmonlarning muqaddas kitobi bo'lgan Qur'onga yuzlansak, Hijr surasida Alloh taolo shunday deydi. Ma'nosi: bu xalq Allohga ishonmaydi, garchi oldin ular ishonishardi. Naqadar aniqlik. Ya'ni 1961-yilda kommunistik tizim mavjud edi va bu loyiha ustida ishlagan olimlar va kosmonavtlar musulmon bo'lishmagan. Garchi revolyutsiyadan oldin cherkov va masjidlar, diniy olimlar bor edi. Bundan kelib chiqadiki, 1400 yil oldin Rossiya yo Amerika kim birinchi kosmosga uchishi aniq bo'lgan. Oyatning davomida shunday deyiladi. Ma'nosi: qachonki biz ularga osmon darvozalarini ochib berganimizda, ular ko'tarilishadi va aytishadi: men nimani ko'ryapman? Tush ko'ryapmanmi yo ko'zlarim sehrlanganmi? Ya'ni Qur'onda Gagarinning men nimani ko'ryapman, tush ko'ryapmanmi yo ko'zlarim sehrlanganmi degan so'zlari keltiriladi. Alloh taolo buni qachon va qayerda sodir bo'lishini bilgan. Shuningdek, kimni, qayerda va nima deyishini biladi. Bularning hammasi Xudoga ma'lum. Shuning uchun bugun biz bu haqida gapiryapmiz. Chunki bu islomning haq din ekanligi va Qur'on yaratuvchining so'zi ekanligini isbotlash uchun juda muhim. Bu hikoya Sovet ittifoqining 2 marotaba qahramoni uchuvchi kosmonavt Popovichga aytib berilganida u shunday degan. Bu hikoyada meni Parvardigorning qachonki biz osmon darvozalarini ochganimizda degani juda qiziqtirdi. Sababi shundaki, olimlar osmon eshigini topish uchun ko'plab hisob-kitoblar qilishgan edi. Osmon ochiq, qayerdan xohlasa o'sha yerdan uchish mumkin deb o'ylashimiz mumkin. Lekin aslida barcha kosmik kemalar faqat bir nuqtadan uchadi va bir nuqtaga qaytib uchib qo'nadi. Yuzlab hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Chunki agar sekundiga 11 km tezlikda uchayotgan kosmik kema ushbu darvozaga to'g'ri kelmasa, unda yo u yonib ketadi yoki qaytadan kosmosga uloqtiriladi. Tarixda ushbu ikkala variant ham sodir bo'lgan. Bundan tashqari At-Tarix surasining 11-oyatida Alloh taolo aytadiki, ma'nosi: vaqti bilan yomg'ir quyib turuvchi, qaytaruvchi osmon bilan qasam. Va faqat bugun 21-asrda biz bu oyatning ma'nosini tushunib boshlayapmiz. Signallar ko'tarilib qaytgani uchun uyali aloqani ishlatish mumkin. Xuddi shunday alfa, beta va gamma nurlari ham bizning sayyoramizga kirmay kosmosga qaytadi. Ya'ni osmonda qaytarish xususiyati bor. Shunday qilib kosmik kema agar shu darvozadan kirmasa, yo orqaga uloqtiriladi, yo yonib ketadi. Ya'ni xavfsiz parvoz qilish uchun va orqaga qaytish uchun aniq hisob-kitoblar amalga oshirilishi kerak. Bularning barchasi Qur'onda aniq tasvirlangan. Agar siz koinot, yulduzli osmon va yulduzlarga oid oyatlarni o'qisangiz va mulohaza qilsangiz, siz takror va takror hayratlanasiz. Siz bu ajoyib dunyoni maxluqlarning eng yaxshisi, ya'ni inson uchun yaratgan buyuk yaratuvchining donoligiga hayron qolasiz. Butun dunyo biz uchun yaratilgan. Bizchi, biz nima uchun yaratilganmiz? Shu haqda hech o'ylab ko'rganmisiz? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ